Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aziz qarindoshlarım, bugungi temamiz Sharqiy Turkiston tashkilotlari nima uchun birlashmaydi? Bu videoni aytib qisqa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qilgan suhbatlarimizning, videolarimizning dunyo va oxiratligimiz uchun foydali bo'lishini nasib qilsin. Xalqimizning ko'nglidagi tugumlarning, oydin bo'lgan masalalarning oydinlashishini, texnik xalqimizning uyg'onishiga sabab bo'lishini umid qilamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilarining nurg'unlagan suiqastlari, fitna ahvollari bilan mayli ahli ilmlarimiz, ulamolarimiz bo'lsin, tashkilotlarimiz, tashkilot rahbarlarimiz bo'lsin, faoliyatchilarimiz bo'lsin, hammasining ustida har xil rost yolg'on, qalaymaqon fitna basadlar, so'z chechaklar mavjud. Mana bu fitna basadlar bilan xalqimizningki kallalari, ko'ngillari to'lib ketganlik, to'shib ketganlik. Shuning uchun qaysining rost ekanligini, qaysining yolg'on ekanligini ayirib bo'lolmaqlik, tenor qop turib qilganlik. Bu masalalarning oydin bo'lishi uchun, azroq bo'lsin bir manfaati bo'lishi uchun bu temada ham bir necha yillik mushu davosibidagi his qilganlarimni sizlarga o'rtoqlashmoqchiman. Amaliyotda Sharqiy Turkiston davosi, Sharqiy Turkiston mustaqillik inqilobi cho'ng bir binoga o'xshaydi. Bu binoda ba'zi turliklar bo'lishi mumkin, ba'zi ishlar bo'lishi mumkin, ba'zi derizlar bo'lishi mumkin. Har xil tashkilotlarni, ba'zilarini turlikka o'xshatishimiz mumkin, derizaga o'xshatishimiz mumkin. Hammasining o'zig'ichlik roli bor. O'zig'ichlik sistemasi bor, o'zig'ichlik tushunchasi bor. Ba'zilari milliyatchilik ideyasiga qurilgan, ba'zilari demokratchilik ideyasiga qurilgan, ba'zilari bo'lsa islom asosida qurilgan. Bu tashkilotlarning hammasining o'z oldiga nishoni bor, ideologiyasi bor, fikri bor. Shuning uchun bularni bir sistem ichiga, bir nizam, bir boshliq ichiga olib kelish hozirgi chet eldagi sharoitimizda imkon bo'lmagan bir masala. Agar kelgusida vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun hammamizning mavjud bo'lgan imkoniyatlarimizdan foydalanib xizmat qilish imkoniyati bo'lgan vaqtida mana bu tashkilotlarning majburiy va yoki ixtiyoriy birlashishi ehtimolligi yuqori. Albatta bu tashkilotlarning ichida balkim huquqparastlik qilayotgan va yoki Xitoylar tomonidan qurilgan tashkilotlar bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlar tomonidan qurilgan tashkilotlar bo'lishi mumkin. Hamkorlashayotgan kishilar bo'lishi mumkin, xalqlar bo'lishi mumkin va yoki davlatlar bo'lishi mumkin. Tashkilotlarning farqli bo'lishi, sistemalarning farqli bo'lishi, har xil iqlimdagi kishilarning, milliyatchilik ideyasi yuqori bo'lgan kishilarning va yoki diniy e'tiqodi yuqori bo'lgan kishilarning, har xil sohadagi Sharqiy Turkiston xalqining o'zi yaxshi ko'radigan, o'zi to'g'ri deb qaraydigan ideologiya sistemi ostida o'ziga o'xshash boshqa kishilarla hamkorlashib turib Sharqiy Turkiston davosiga bir kishilik hissini qo'shishga, Xitoy zolimlariga qarshi turishga manfaati va ahamiyati bor. Ko'pincha tashkilotlarningki o'rtaq fikri bo'lsa, o'zining a'zolarini ko'paytirish, Sharqiy Turkiston xalqini umumyuzlik qo'zg'atish, uyg'otish, shijoatini, jasoratini oshirish, uxlab qolgan yerlarni uyg'otib qo'pirtish maqsadi bor. Ammo buni qilolmay kelyapti. Mana bu xil fikrda Sharqiy Turkiston davosidagi ilgirlashning osti bo'lishiga qarab, texmo tezroq Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishi uchun, xalqimizning texim bakroq uyg'onishi uchun, texim bakroq shijoatli harakatchan bo'lishi uchun ahli ilm kishilarmi har xil shaklda tirishib baqdi, ba'zilar tashkil qurib baqdi. Ammo Xitoyning vositalik va yoki bevosita hujumlari bilan ularning yuzabroyi daxl-tazga uchirdi. Har xil fitna ahvolat tarqaldi. Hozirgi Sharqiy Turkiston davosining mushkul holatda menishi va chet eldagi Uyg'urlarning nupus, iqomat va yoki bexatar yashash imkoniyatlarininki bo'lishi, Yevropa davlatlarining, Amerika davlatlarining va boshqa o'lkalarning Xitoylarga bo'lgan besim, Xitoylarga bo'lgan bu Sharqiy Turkistondagi zulmni to'xtatish uchun qilayotgan besimlar, tashviqot urishlarida Sharqiy Turkiston tashkilotlarining nurg'ulg'an roli bor. Ammo muhojiratda yashayotgan Sharqiy Turkiston xalqimizda bo'lsa, umidsizlik, ruhiy besim, iqtisodiy besim va har xil besimlar orqali harakatchanligi nihoyat tuvan bo'lyapti. Atrofimizga qaraydigan bo'lsak, xuddi hammamiz Amerikaning yoki ma'lum bir davlatningki Sharqiy Turkistonni mustaqil qilib berishini kutayotgandek va yoki Sharqiy Turkistonning mustaqillik urushini ma'lum bir rasman boshlab berishini kutayotgandek va yoki butunlay Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishidan umidimizni uzayotgandek bir sharoit turyapmiz. Amaliyotda davlatlarni yiqitadigan, ya'ni mavjud bo'lgan davlatlarni o'rib tashlab o'tadigan va yoki yangi davlatni quradigan, mavjud bo'lgan sistemini o'zgartiradigan va yoki taraqqiy qildiradigan umumiy xalq. Umumiy xalq xuddi dengizga o'xshasa, mavjud bo'lgan tashkilotlar va yoki davlatlar dengizda uzayotgan qo'lvoqqa va yoki kemaga o'xshaydi. Mana bu dengizga o'xshagan xalq mavjud bo'lgan kemani va yoki qo'lvoqni uzdirdi va yoki o'rib tashlab o'tadi. Shuningdek Sharqiy Turkistonning mustaqilligini umumiy xalqning qo'zg'alishi bilan, umumiy xalqning o'zining iqtidoriga yarasha mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli jismoniy jihatdan bo'lsin, mayli ilmiy jihatdan bo'lsin, har jihatdan o'zimizning toqati yetgan sharoiti bo'lgan shaklda moslashib, xizmat qilishi bilan, harakat qilishi bilan amalga oshadi. Butun Sharqiy Turkiston xalqi bir ideyaga kelinmasimi? Bir sistem ostiga kelinmasimi? Bir tashkilot bo'lib tashkillanmasimi? O'zining qimmat qarshiga asosan, o'zining hayot tushunchasiga asosan, o'zi yaxshi ko'rgan, o'ziga mos keladigan tashkilotlarga a'zo bo'lib shu tashkilotni kuchlantirib, xatoliklarni tuzitib, ortiqchiliklarni taraqqiy qildirib, Sharqiy Turkiston mustaqilligiga bir kishilik vazifasini qo'shish majburiyati bor. Bunda bo'lmaydi ekan, hozirgi vaziyatimizga o'xshash
Təşkilatlarını zanlıq qıldığan, təşkilatlarını yaman gördüğən, təşkilat əzablışını numus qıldığan, mən heç qanaq təşkilatqa əza emas deyişdən fəxirləndiğən, təşkilatlarını süküdüğən, bu xil illər davamlaşsa Şərqi Türkistan müstəqilliği texim uzun sürüb getişi mümkün. Əməliyyatda təşkilatlanış və ya ki dərnəkləşiş və ya ki cəmaətləşiş yaman narsa emas. Meyli siyasi ilimlərdə bolsun, meyli dini ilimlərdə bolsun, hər qandaq inqilab xalqsız bolmaydı, təşkilinsiz bolmaydı, cəmaətlisiz bolmaydı. Yalğız Batur hər gitmə şəhər almaydı. Yalğız Batur dövlət quranmaydı. Şunun üçün özümüzün şəxsi fikirlərini, şəxsi düşüncələrini bir yoqqa qayırıb durub, köpçüliknin fikriga hörmət qilgan asosda haqq uchun xizmat qilayli, parvosiz bo'lolmayli. Haqq uchun xizmat qiladigan 4 kishi bir arığa kelsa, bir jamoat bo'lishi mumkin va yoki tashkilot bo'lishi mumkin. Mana bu kishilarning hamkorlashishi ayib ishmi, yomon ishmi? Undaqda hamma kishi paç-paç yolg'iz holatda o'zining shaxsiy turmushidan o'tish kerakmi? Yanimizdagi bir do'stimiz va yoki qarindishimiz vatanimiz uchun, dinimiz uchun xizmat qilish uchun, Sharq Turkistondagi xalqimizni qutqizish uchun ma'lum bir jamoatga va yoki tashkilotga a'zo bo'lgan bo'lsa, uni zonli qilish orqali biz nimaga erishalaymiz? Ota-bobolarimizmi ayrilganni iyiq yer, бүлінgenni bo'ri yer degan ekan. Shuning uchun barliq qarindoshlarimizni o'zi yaxshi ko'radigan kishilarning hamkorlashishni, o'zi to'g'ri deb qaragan shaklda vatanimiz uchun xizmat qilishini, Xitoyga qarshi turishini yana tavsiya qilamiz, umid qilamiz. Alloh hammangizlardan rozi bo'lsin. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.